bizning ichki ishlarimizga ham aralashadi. Rivojlanishimizga ham bir tahdid soladi, ko'rolmaydi mustaqilligimizni. Ozarbayjon bugunga kelib juda ham rivojlangan davlat. Mana shu Markaziy Osiyo, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'izistonga va Tojikistonga ma'lum miqdorda bu qaratilgan. Bizda bu bola juda ham haddidan oshib ketdi. Ozarbayjonga gapirgan gaplari ham pichoqda turmaydigan gaplar. Makarenkani juda ham ko'p nima qiladi. Abror Abdazimovga yopishadi, Rasulga yopishadi. Bu Mariya hukumatimizga nisbatan bu talab bilan bundoq qaraydigan bo'lsangiz, bizda hech qanaqa tillarga nisbatan diskriminatsiya mutlaqo yo'q. O'zbekistonning ichida chiqqan xabar bu Ottavagacha yetib keldi. Birorta inson Tashqi mehnat agentligi xodimi bilan uchrashish xohlamaydi. Amerika bilan mavsumiy ishlarga shartnoma qilib, bir-birlariga Zoom orqali mana bunaqa qilib qolishdi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Har bir mustaqillikka erishgan davlat borki, u dunyo bo'yicha o'z o'rnini topishga harakat qiladi. Va shu bilan birga boshqa davlatlar bilan siyosiy, iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga, oldinga intilib rivojlanishga doimo harakat qilib boradi. Va mana shunday davlatlardan biri bu o'zimizning vatanimiz, ya'ni O'zbekiston. Shu bilan birga O'rta Osiyo davlatlari, bizga yaqinda qo'shilgan Ozarbayjon davlati, lekin ba'zi bir davlatlar borki, mana shu mustaqillikni ko'ra olmaydigan, uning mustaqilligi yoki rivojlanishiga tahdid soladigan ba'zi bir davlatlar ham bor. Va oxirgi paytlari mana shunday holatlar, voqealar ko'paymoqdaki, mana shu masalalar bo'yicha muhokama qilish uchun va mana shunday holatlarni, voqealarni yaqindan kuzatib kelayotgan mutaxassisimiz kanadalik Obidxonni taklif qilganman va mana shu masalalar bo'yicha muhokama qilamiz. Assalomu alaykum Obidxon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, assalomu alaykum Ziyodulla. Rahmat. Yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Endi mana bu ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p muhokamaga sabab bo'lmoqda, ba'zi bir holatlar bo'lmoqda. Oxirgi paytlari bunday holatlarga ancha e'tibor bermagandim. Obidxon, mana shu voqealarni yaqindan kuzatib boryapsiz. Yaqinda shu bir holat ham bo'ldiki, ba'zi bir davlatlar borki, bizning ichki ishlarimizga ham aralashadi. Rivojlanishimizga ham bir tahdid soladi, ko'rolmaydi mustaqilligimizni. Mana shunaqangi holatlar bo'yicha bir muhokama qilsak, sizning kuzatuvlaringiz bo'yicha oxirgi paytlari qanday holatlar yuz bermoqda? Mana shu bo'yicha bir yaxshilab tushuntirib o'tsangiz. Rahmat Ziyodulla, chaqirganingiz uchun. Avvalambor suhbatlashmaganimizga ham yarim yil bo'lib qoldi shekilli. Ancha bo'lib qoldi. Endi har doim yoz payti endi o'tib kelib, men ham qop-qora bo'lib kelganman. Karib dengiziga borib. Endi hammada ham ta'til, yozda ta'tildan foydalanib qolish kerak. Shunday. Avvalambor shunga qaramasdan doimo O'zbekiston to'g'risida qanaqa nimalar bo'ladi, bularni hammasini doimo kuzatib boramiz. Ijtimoiy tarmoq doim ochiq bo'lgani uchun bemalol kuzatib boryapmiz. Endi oxirgi paytda mana shu ruslar tomonidan, ya'ni ularni ro'pari, ya'ni Tashqi ishlar vazirligini matbuot kotibi, endi Rossiyaning so'zchisi desak bo'ladi. Endi yana bittasi bor, bu Kreml so'zchisi, bu Rossiya so'zchisi deb aytiladi. Bu Mariya Zakharova. Endi uni ismini boshqa takrorlamayman. Albatta bu ayol birinchi marta aralashishi emas. Endi bu safarga aralashishda nafaqat bizni, bu hattoki Ozarbayjonni ham, bizni ham. Buni sababi nima bo'ldi? Buni ikki sababi bor. Birinchidan, O'zbekistonni abadiy do'stlik Ozarbayjon bilan. Ozarbayjon bugunga kelib juda ham rivojlangan davlat, sobiq Sovet o'lkalarida. Ozarbayjon bugun donor davlatga aylanib boryapti, sobiq Sovet respublikalarida. Va bu bularning puli Rossiyaga borishi o'rniga mana shu bu tilimiz, dinimiz bir bo'lgan mana shu Markaziy Osiyo, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'izistonga va Tojikistonga ma'lum miqdorda bu qaratilgan. Mana shu bularga eng katta alam qilayotgan joyi. Ikkinchisi esa ana bu bloger Aziz Hakimov degani, bu Amrit Aziz degan buni bir
kanal yuritar edi, lekin man doimo uni muxlisi emasman, lekin onda sonda misol uchun o'sha o'lmas polkda gapirgan gaplarini eshitganman. Albatta buning uchun undan tashqari mana bu jurnalistika institutiga va bu bizni O'zbekistonning eng boltadan toymas sobiq deputatimiz Rasilga, yana boshqa bir ikki insonlarga qilgan hamlalarini hammasini eshitgan edim. Albatta bu pichoq borib suyakka qadalgan. Albatta endi butun dunyoda so'z uchun qamash yo'q. Buning uchun albatta sudda ularni ma'lum miqdorda jazoga tortiladi. Endi bizda bu bola juda ham haddidan oshib ketdi. Haqiqatdan ham bu haddidan oshib ketdi. Endi sizga bir narsani aytib beradigan bo'lsam, 9-may kuni Calgary shahrida McLeod Trail bor. U trailda katta shopping mollar bor, keyin juda ham ko'p bizneslar borda. Bu juda ham gavjum trail. Bir kuni 9-may kuni ketyapsam, Rossiyaliklarni Rossiya bayrog'i, Sovet bayrog'i, pilotkalarni kiyib, nimalarni tortib ruslar trail avtoralli qilyapti. Mashinani shunday chetga to'xtatdim. Qanchalik trafik bizi bo'lmasligiga qaramasdan, shartta tushdimda mashinadan baqirishni boshladim ruslarga nisbatan. Keyin hamma hayron bo'lib turibdi. O'sha bilan shahar markazi, o'sha City Hall deydi, meriyani binosigacha keldi. Orqasidan babablatib, men ularni so'kib kelaverdim. Og'zimga nima kirsa hammasini gapiraverdim. Ko'rganlar jinnimi deb o'yladim, lekin ular baribir bilishdi. Keyin u rallilarni qayerga davom ettirib ketdi bilmadim. Lekin bular ham vaqti-vaqtida bosh ko'tarib kelyapti. Mana shu ikki sabab. Endi mana siz ham albatta bu o'zbekistonlik millatdosh vatandosh bo'lganingiz uchun mana siz ham kuzatib kelayotgan bo'lsiz. Mana Ozarbayjonga gapirgan gaplari ham pichoqda turmaydigan gaplar. Endi bu endi Ozarbayjon hukumati ham qarab o'tirgani yo'q. Bular ham Tashqi ishlar vazirligining o'rinbosari, yana bir ikkita professor, parlament deputatlari juda qattiq javob qaytardi. Mana shu ijtimoiy tarmoqda o'shani qisqagina eshitdim, lekin mana bizdan muxlislarimiz bu to'g'risida balki xabardor emasdir. Shuni sal to'liqroq aytsangiz, mana shu Tashqi ishlar vazirining o'rinbosarimidi, o'sha gapirdimi? Albatta o'sha Tashqi ishlar vaziri jurnalistlar gapirdi, keyin yana bir deputat bormidi? Qisqasi 3 kishi chiqib gapirgan va bunga tegishli javob qaytardi. Ozarbayjon juda ham yaxshi javob qaytardi va ularni Interpolga topshirib qidiruv e'lon qilindi. Shu qisqacha aytib o'tib ketsangiz, Ozarbayjon bo'yicha bular nima dedi? Ozarbayjon bo'yicha bularning aytgan gapi, bu Ozarbayjon bu qanday bu respublika bo'lgan emas. Har doim bular bu Ozarbayjon Respublikasi tarixda bo'lgan emas. Bu Ozarbayjonni biza shu rus podshohlari Erondan ajratib olgan bu qismini degan gaplar bo'ldi. Ozarbayjon hech qachon millat bo'lib, hech qachon tarixda millat degan narsa yo'q degan gaplarni. Endi gapiraversangiz, bular juda ham Ozarbayjonga hatto haqoratlar bilan bo'ldi. Hattoki o'sha portlagan samolyotlar to'g'risida aslida bizni bo'ynimizga qo'yishyapti va undan tashqari Ozarbayjon tilini haqorat qilib chiqdi, Ozarbayjon dinini haqorat qildi. Ozarbayjonni juda ham Ozarbayjonni boylari Rossiyadan topib ketib Ozarbayjonni oyoqqa qo'yayotganini gapirdi va Ozarbayjonni nima desa bo'ladi, yana milliy boyliklari, misol uchun bu Ozarbayjonniki emas. Aslida bitta qozonni bu yoqdan bu tortsa, ikkinchi qozonni biz tortishimiz mumkin, lekin bu ishni qilmasdan turib biza boshqa manzillarga o'tib ketganmiz degan gaplar chiqdi. Shunda Ozarbayjonni esimda yo'q, Tashqi ishlar vazirligi va undan tashqari o'sha Ozarbayjon Milliy Majlis deputati chiqib gapirdi. Aksincha, o'sha Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari va Milliy Majlis deputati ham Rossiyada universitetlarni bitirgan insonlar, to'g'risi. Albatta bular juda ham bularga javob qaytardi va undan tashqari Sputnik Ozarbayjonni ofisiga kirib bularni hammasini vaqtinchalik o'sha qamoqqa oldi va bularni jinoiy javobgarlikka tortildi va bu Mariya Zaxarovani yana
bir ikki insonni bir ikki insonni bular Interpolga berib bularni ustidan jinoiy ishlar ochadi davlat miqyosida. Va undan tashqari Ozarbayjonda juda ham ko'p blogerlari buning oyoqqa turdi. Bizga qaraganda davlat tomonidan juda ham qattiq bularga e, ko'rsatildi. Javob qaytarildi. Ozarbayjonni prezidenti ham bu yerda Ukrainani hech qachon bir qarich yerini ham bermasligi to'g'risida gapirdi. Va Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri samolyotda to'g'ri Kiyevga qo'ndi. Hmm. To'g'ri Kiyevga qo'ndi. Buni ikki marta urush boshlangandan beri ikki inson qilgan edi. Bittasi Boris Jonson, urush bo'lib turgan bo'lsa ham portlatsin deb Kiyevga o'sha aeroportiga qo'ngan Boris Pulga. Bu ham samolyotda poyezd samolyot qilib Polsha orqali yoki Moldova orqali emas, to'g'ridan to'g'ri bordi. Bu ham bo'lsa bularni juda ham haligi orqasidagi Gilistan nima deydi? Gilistani bular ko'p nima bolalar bordi. Hmm. Shundan keyin bularni nima deydi? To'g'rasiga o'tishdi deydimi, shunaqa bo'ldi. Aslida Ozarbayjonliklar bu Rossiya hech qachon bu tortib olgan, Rossiya Ozarbayjon davlatini Erondan tortib olgan emas. O'sha Rus podshosi Ozarbayjonning eng katta qismini Eron shohiga sovg'a qilib yuborgan. Aslida bugun Eronni 30% yeri Ozarbayjonda yashaydi. O'sha turklar yashaydi, Ozarbayjonlar yashaydi, Ozarbayjon tilida gapirishadi. Eronning 30% yeri. Aslida Ozarbayjon bugun bundoq qaraganingizda O'zbekistondan katta davlat bo'lishi kerak edi. Shu Qozog'istondan keyingi turadigan ikkinchi katta davlat bo'lishi kerak edi. Ba'zida ijtimoiy tarmoqlarda shu Ozarbayjon to'g'risida videolarni ham ko'rib qolaman endi to'g'ri kelgan paytlari. Lekin menga yoqqan tarafi Ozarbayjon o'z vaqtida ularga munosib javoblar qaytaryapti. Ya'ni o'zining mustaqilligini himoya qilgan holda o'zining so'zini to'g'ridan to'g'ri ayta olgani menga to'g'risi juda ham yoqdi. Bu tarafdan yaxshi. Keyin bu ikkinchi masala bloger Aziz Hakimov bo'yicha. Men to'g'risi u blogerda umuman hatto eshitmagan ekanman. Bu yerda nima sabab bo'lgan? U nima uchun mana sud to'g'risida ham gapirildi ijtimoiy tarmoqlarda. U sudlandi, qamalibdi, lekin qanaqangi u holatlar bo'yicha shunaqa sabab bo'ldi sudlanishga. Aziz Hakimov, Komrad Aziz bu anchadan beri bor. Bu juda ham mana shu Sovet bayramlarini inisiatorlari bayram qilishni, yana mana O'lmas folklarni va bundan tashqari mana bu Nikitani, Makarenkani juda ham ko'p nima qiladi. Abror Abdazimovga yopishadi, Rasulga yopishadi va juda ko'p insonlarga bu yopishib, ko'plab Abrornikini eshitmaganman, lekin gapirgan bo'lish kerak. U ham juda ham vatanparvar, ko'p qayg'uradigan inson, lekin o'z qulog'im bilan eshitmaganman, lekin Rasulga, Nikitaga, keyin mana bu jurnalistika universitetini rektoriga nisbatan juda ham yomon gaplarni, hattoki men bu yerda hozir ekranda gapira olmayman, ularni rusofoblar va ularni nima deydi, millatchilar va boshqalar deb juda ham uzoq vaqtdan beri gapirib keladi. Men uni to'liq kuzatmagan bo'lsam ham mana shu bizni jonkuyarlar to'g'risida gapirgan qisqa videolarini kesib olib ko'rganman. Anchadan beri bilaman. Bu bor edi, bunga tegishmas edi. Lekin bu bir marta sudda jarimaga tortilgan, bunga ogohlantirish berilgan. Shunga qaramasdan bu to'xtamadi. Albatta o'zini homiylari ana o'sha nima deydi, rus propagandasini yuritadigan bir agentlik bor hamma davlatlarda. Ana o'shalar tomonidan bu homiylik olardi va bu o'zbek tilini bilmaydi. Bu faqatgina rus tilida olib borib mana shu bizni
Mustaqilligimizni buni oxirgi buni nuqtasi bu 2-3 blogerlarga, ya'ni jurnalistga, rektorga emas, bu oxirgi bu O'zbekiston mustaqilligini so'roq ostiga qo'yib, O'zbekiston mustaqilligiga bu hamla qilishni boshladi. Ana Hmm. o'shandan keyin bizni hukumatni ham albatta bu faollar ariza kiritishdi va bizni hukumat ham bunga nisbatan chora ko'rdi. Bu salkam 8 oy atrofida turmada o'tirdi. Buni u dekabr oyidami, yanvar oyidami qamashgan. Hmm. Buni qamashganiga ancha bo'lgan edi. Juda uzoq bu tergov bo'ldi. Juda ham ko'p marta bu Mariya Zaxarova birinchi marta emas. Avvali ham bu odil sudlov bo'lishini talab qilamiz deb chiqqan edi. Lekin bu safar sudlovdan keyin bizni albatta hukumatimizga nisbatan bu talab bilan chiqdi. Bu o'z fikrini bildirgani yo'q. Agardaki buni o'zini bu fikr bildirgan taqdirda ham bu Rossiya davlatchiligining fikri bo'ladi. Hmm. Bu Rossiya davlatchiligining fikri bo'ladi va bizni mustaqilligimizni eskidan bular ko'rolmasdan keladi. Bugungi O'zbekistonni rivojlanishi, Karimovdan keyingi rivojlanishni bular ko'rolmaydi. Aksincha, O'zbekistonni Karimovdan keyingi rivojlanishini ko'rolmaydi va bular mana shu bizni eng og'riqli nuqtamiz mana shu mehnat muhojirlariga uradi bular. Mana Hmm. shuning uchun ham mana kuni kecha mana juda ham ko'p tadbirkorlar, biznesmenlar O'zbekistonni muhojirlarini qaytarish bo'yicha juda ham jiddiy harakat boshlashdi. Inshaalloh bu amalga oshsin. Bular albatta kimlarni olib kelish to'g'risida hali gapirib o'taman va bularni mana o'zingizda Amerikada, biz Kanadada bu Rossiyaga kelgusi kelib ishlaydigan talabgorlarni hali to'g'risida biz gapirib beraman, juda ham qiziqarli qilib albatta. Rahmat, Obidxon. O'zi hozirgi paytda kuzatuvlarimiz bo'yicha Rossiyada O'zbekistondan borib ishlayotganlar soni tobora sekin-sekin kamayib bormoqda. Bu albatta quvonarli holat. Va bu ustida ham hozir ishlar olib borilyapti. Hukumatimiz tarafdan bu juda yaxshi xabar. Men bitta narsa hayron qolaman-da, Obidxon. Mana O'zbekistonda turib, O'zbekiston fuqarosi o'zining millati to'g'risida, o'zining madaniyati, tarixini gapirsa, o'zining tilini mustahkamlash to'g'risida gapirsa, darrov uni rusofobiyaga chiqaradi. Yoki ikkita davlat o'rtasidagi nima ziddiyat keltirib chiqaruvchi deb turib, boshqa davlatdagilar gijgijlab boshlaydi. Nega shunaqa? Nega bizlar u davlatni ichidagi bir uning tiliga aralashmaymiz, uning siyosatiga aralashmaymiz? Nega shunaqa? Nima deb o'ylaysiz? Mana Rossiyada 100dan ortiq millatlar yashaydi. Lekin birortasini tili, misol uchun ikkinchi til qilib yoki bo'lmasam o'sha respublikada boshqa tili, tatar tili, chechen tili, ingush tili, boshqa battar tillarni bular o'sha respublikada ikkinchi darajali til qilib tan olinmagan. Hattoki o'sha region miqyosida ham rus tili bitta bo'ldi. Tamom, davlat tili bittadir. Bizda misol uchun mana misol tojiklar tojik tilida o'qiydi. Turkmanlar turkman tili maktabida bor. Ruslar rus maktablarini gapirmay qo'ya qolaylik. Bular rus maktablarida. O'zbeklar ham rus maktabida o'qiydi. Qirg'izlarga qirg'iz maktablarini ochib berilgan. Rus endi bundoq qaraydigan bo'lsangiz, bizda hech qanaqa tillarga nisbatan diskriminatsiya mutlaqo yo'q. Bu narsani misol uchun tan ol. Bular har doim rusofobiyaga bo'ladi. Boshqa nima uchun biz nima uchun bularni tanqid qilmasligimiz? Albatta, mana bu oxirgilar avvallari Rossiyani tanqid qilishga yo'l qo'yishmas edi. Bilsangiz. Bizdagilar ta'zib o'tkazib, bularga haligi nima deydi, ogohlantirishlar berib borilardi. Mana hozir bu to'xtadi. Bu yaxshi, bu juda ham yaxshi holat. Mana hozir juda ham ko'p blogerlar boshqalar bu Rossiyani ruporlariga qarshi javob berilgani uchun hozir hech kim tazyiqqa tortilmayapti. Ammo bizda bitta negativ tomoni bor. Hukumat darajasida xuddi Ozarbayjon singari javob qaytarilmayapti. Endi buni ham o'ziga yarasha buni nima uchun qaytarilmayapti? Shu joyda men o'zim savol berib, o'zim javob berib ketaman. Chunki bizni og'riqli nuqtamiz mehnat muhojirlari.
agardaki bugun hukumat chiqib turib gapiradigan bo'lsa, mehnat muhojirlarimizni yana qaqshatish boshlaydi. Ana o'shaning uchun ham otang endi janob prezidentni bir yaxshi nimalari borki, nima deydi, haligi bir marta xo'p degin mayli it quradi, karvon o'tadi degan nimani olib borishadi. Agar bizni mehnat muhojirlarimizni hozir tadbirkorlarimiz qaytarishsa, ana unda bizni hukumatimizni ham tili bir qarich bo'lib chiqib gapirishni boshlashadi. Lekin bizni og'riqli ochiq yaramiz bu mehnat muhojirlari milliondan ortiq. Bu ofitsialni milliondan ortiq. Lekin noofitsial qancha odamimiz bor. Rahmat Obidxon. Lekin men o'ylaymanki, har bir davlatning fuqarosi shu o'zining davlati, vatani uchun baribir qayg'urish kerak. Lekin hozir mana yuqorida aytib o'tganingizdek, endi men to'liq ma'lumotga ega emas edim. O'zimizni millatdosh bo'lib, shu yerni agar fuqarosi bo'lgan bo'lsa, endi men bilmayman qayerning fuqarosi, lekin o'zimizga nisbatan past nazar bilan qarab, boshqa davlatni yuqori ko'tarib, bunaqa qiladigan bo'lsa, albatta bu noto'g'ri narsa. Shu bilan birga yana bitta narsani gaplashmoqchi edim. Hozirgi kunda migratsiya bo'yicha nima yangiliklar bor? Endi migratsiya bo'yicha o'zingiz mana yaqinda ko'rdingiz, men matbuotga chiqish qildim. Men avvalambor hozir Kanada migratsiyasi bo'yicha kuzatib boraman, migratsiya bo'yicha va Kanada migratsiyasini shu migratsiya agentligi bilan boshlamoqchi edik. Bularni bir qanaqadir kafolatli vakilligini olib, bu nima jamoa, bu bepul, beminnat faxriy konsullik sifatida albatta bu emigratsiya agentligi bu albatta bu ishlarni qoyillatmadi va buni o'z fikrlarimni matbuotda bildirdim. Yana yaqin shu kunlarda yana qattiqroq matbuotga hozir intervyu tayyorgarchilik ko'ryapman. Albatta yaqin kunlarda yana ko'rib qolasiz, buni chuqurroq tushuntirib o'taman. Avvallari tezgina tushuntirib, men bularni chaqirgan edimki, ishlar tezlashsin deb. Aksincha, bular tezlashishni o'rniga mana Facebookka ham bularni menga yozgan xatini qo'yib qo'ydim. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, bu hakalakam o'ynasangchi degan qo'shiq bor, o'shanaqa yozib olishibdi menga. Agardaki shuni bu Obidxon Mamadaliyev uchun xat yozib berdim, sun'iy intellekt ketganda ham chiroyli xat yozib berardi. Bilmadim, bu agentlikda qanday bir nima savodsiz insonlar ishlaydi. Bu endi emigratsiyaga keladigan bo'lsak, albatta har doim bu meni og'riqli joyim shu kunlarda. Men baribir oxirigacha boraman buni. Buni davlat rahbarigacha chiqaman men bu masala bo'yicha. Bu bilan to'xtamayman. Albatta chunki qarangda Ziyodulla, beminnat xizmat qilib beraman degan odamga bularni yozgan xati va bularni orqasidan o'girganini ko'rib menga alam qilib ketdi. Unda bular shunchalik poraga botib ketganki, bularga bepul ishlaydigan odam kerak emas ekanda. Bularga faqatgina pul talab qilib, keyin ularni vazifalarini bajarib yurish kerak ekanda, tilini qisiq qilib. Chunki men bepul ishlaydigan bo'lsam, bularning oldida tilim qisiq bo'lmaydi-da. Bepul bularga yordam bersam. Aslida bularga yordam berishi o insonlar iltimos qilgan va undan tashqari O'zbekistonning katta siyosatchilaridan ham iltimoslar bo'lgan. Bu to'g'risida. Bular o'ylaydiki, Obidxon aka o'zini rezyumesini topshirdi-da, bir qanaqadir status olmoqchi. Menga hech qanaqa status, mendan iltimos qilgan odamlar bor. Katta odamlar. Mana shu agentlikni tashkil qilishiga sababchi bo'lgan odamlar bor. Ana o'sha odamlarning iltimoslaridan keyin qilgan edi. Endi migratsiya masalasiga keladigan bo'lsak, biza bu ishni baribir to'xtatmayman. Bu migratsiya o'zini yo'liga. Bular bilan hali kurashaman. Lekin men o'zim migratsiya bo'yicha bepul, beminnat ishlarni davom ettiryapman. Albatta Kanadani ham biz ochishimiz kerak. Kanada ochildi degani bu Avstraliya ochiladi, Yangi Zelandiya ochiladi, 3 ta davlat ochiladi. Albatta qandaydir miqdorda O'zbekistonga biz yengillik qilishimiz kerak. Boring 1000 ta kelar, 2000 ta kelar, 3000 ta kelar. Lekin bitta inson huquqlari bor. Undan tashqari bepul tibbiyotga ega bo'lgan top-toza davlatda ishlaydi. Birov ko'chada ketayotganda hujjatini so'ramaydigan. Undan keyin qilmaydi. Izdivatsiya qilmaydi. Misol uchun topgan pulini yarmini yeb, yarmini O'zbekistonga jo'natganida ham o'shanda har bir oila bir oyda o'ldim deganda $1000 naqd jo'natadi.
Rossiyada $1000 jo'nata olmaydi. Mana shuning uchun shunga harakatlarni olib boryapmiz. Hali bularni ko'rasiz. Mana xudo xolasa Toshkentga safarimiz bor deb sizga aytdim. Albatta bejiz emas. Bu yerda ham planlashtirib qo'ygan ko'p ishlarimiz bor, uchrashuvlarimiz bor. Albatta qo'limdan kelganicha oldimga mana Xudo tepamda bitta maqsad qo'yganman. Mana shu joyda ham o'zbeklar ko'paysin, o'zbek choyxonalari ochilsin, o'zbek diasporalari kengaysin va o'zbeklar deb faqat man millatchilik qilib o'zbekistonliklar ko'paysin. Har qadamda, har shaharda katta o'zbeklarni bizneslari, o'zbeklar har sohalarda, qurilishda bo'ladimi, tibbiyotda bo'ladimi, ta'limda bo'ladimi, bizni o'zbeklar o'qisin, ko'paysin degan oldimga maqsad qo'yganman. Albatta bu maqsad uchun men erishaman. Chunki mana goroskopim bo'yicha o'zim Skorpion deydi. Chayon, o'sha ushlagan joyim baribir qo'yib yubormayman. Bitta qo'lim bilan agentlik bilan kurashaman, ikkinchisi bilan albatta mana shu o'zbek vatandoshlarni shu yerda ko'payishini albatta qo'limdan kelganicha yordam qilaman. Buning uchun menda kuch-quvvat, bilim bor va undan tashqari misol uchun yuqori provinsial Alberta provinsiyasi yoki federal hukumatlar bilan o'zim kontaktlarim bor albatta. Bu kontaktlarim orqali qandaydir bo'lsa ham baribir o'zbekistonliklarga yordam berishni tashlab qo'ymayman. Buning uchun menga ulardan bir piyola choy ham kerak emas. Shuni aytmoqchi edim. Chunki albatta shunday yaxshi maqsadlaringizga yetishishingizga tilakdoshman, Obidxon. Albatta ishlaringiz omadini bersin. Bu bizning davlatimiz uchun, xalqimiz uchun ham katta yordam bo'ladi va mana shu vatanimiz, xalqimiz uchun mana shunday xizmatlarda charchamang. Endi men aytmoqchi bo'lgan gap shundaki, siz mana Kanadada ancha yildan beri yashaysiz. Bu yerning o'sha ob-havosini bilasiz, u yerning qozonida qaynayapsiz. Past balandini bilasiz. Mana hozir aytganingizdek, yuqori katta tashkilotlar bilan aloqalaringiz yaxshi. Ichki siyosatni yaxshi tushunasiz, iqtisodini va albatta mana shunday insonlarni O'zbekiston foydalanishi kerak. Bu men albatta o'zim shaxsiy fikrim. Chunki tayyor turgan mutaxassisdan foydalanish bu ancha yengillik beradi. Lekin nima uchun bunaqa orqaga tortyapti? Endi bilmadim bu yerda nimalar bor. Tushunmadim. Endi buni o'zingiz yaxshilab bilasiz. Buni sizga bir narsani aytib beraman. Bundan 2 yilcha oldin agar ko'rgan bo'lsangiz, mana Kanadaga yo'l ochildi. Biz shartnomalar qilib berdik turib, o'sha mehnat agentligi, tashqi mehnat agentligi xabar chiqarib yubordi. Bu xabar, O'zbekistonning ichida chiqqan xabar bu Ottavagacha yetib keldi. Ottava keyin Ostonadagi Markaziy Osiyo elchisini Toshkentga yuborib, matbuotda chiqib bunga inkor qildi. Bunga nima sabab bo'ldi? Buni bitta vallomati kelib Newfoundland Labrador degan joy bor. O'sha joyda bir sobiq o'zbekistonlik ayol shunaqa haligi mehnat joylashtirish agentligi ochgan ekan, kichkinagina, hattoki ofisi ham yo'q, o'zining uyida. O'sha bilan kelib lipoviy shartnoma qilib ketgan. Hattoki ismini ham bilaman, ayolni aytmoqchi emasman, chunki qo'limda hujjat yo'q. Men chunki buni qayerdan bildim, hozir oxirida aytib beraman. O'shani tarqatgani Ottavagacha keldi. Ottava o'zini Ostonadagi elchini Toshkentga yuborib, bunga aproverjeniya berdi. Bular sharmanda bo'ldi shu o'rniga. Sharmanda. Buni kim qilib ketgan? Buni bir vallomat kelib ketgan. Uni ham ismi esimda. Men bilan bir kontaktga chiqib ming'ir qilgan edi. Kelib qilib ketdi-da, o'shandan keyin tashqi migratsiya agentligi va bir necha odamlar aprel oyida Easter bor-ku bularni, Easter bayrami arafasida Ottavaga tashrif buyurishdi. Keyin shu migratsiya agentligining vakili bor, biror inson bilan uchrashtirishga yordam bering deb so'rashdi mendan. So'rashganda men telefon qilsam, birorta inson tashqi mehnat agentligi xodimi bilan uchrashish xohlamadi. Sabab ana o'sha tarqatgan fake xabar bo'ladi. Nima uchun hozir kelib bitta bo'lim boshlig'i, departament boshlig'i uchrashsa bo'lardi yoki o'rinbosari yoki starshi menejerlardan bittasi uchrashsa bo'lardi. Yana o'sha ahvol takrorlanardi. Bundan 5 battarroq bo'lib. Mana biz protokol qilib keldik turib bitta lipoviy protokol olib borardi-da, yana shu ahvol chiqardi. Endi bu narsani bo'lganini men qayerdan bildim? O'zbekistondan ko'p followerlaridan iltimos bo'ldi. Mana shu borib biz hozir ro'yxatdan o'tdik. Mana shu joyda ekan dedi. Men buni izmez borib turib o'sha Newfoundland Labradordagi o'sha ofisigacha chiqdim.
ofisda birinchidan hech kim javob bermaydi. Keyin telefonni ko'targan odamni inglizchasi bundan man 20 yil oldin undan yaxshiroq inglizcha gapirardim. Bugungi gapirayotgan odam bilan. Undan keyin men aytdim, bu yolg'on. Bu yolg'on. Bu prosta galochka uchun, tepaga nima yozish uchun mana Kanadani ham ixtiro qildik deb qilib ketgan. Aslida bu Torontoga kelgan bir kayf safo qilish uchunda shuni quruq ketmay shunaqa qilib bering degan bo'lsa, Torontodagi bir inson buni o'sha yoqqa yuborib turib o'sha bilan shartnoma qildirib bergan. Oddiy bir, mana siz ham bugun mehnatga joylashtirish agentligida uyingizni tashkil qilib qo'yib, qo'lingizda misol uchun registratsiyadan o'tgan sertifikat bor, boshqa bor, qilib yuborasiz. O'shanaqa odam bilan qilib ketganda bu juda ham kulgili. Mana endi yaqinda o'zingiz ko'rdingiz, Amerika bilan mavsumiy ishlarga shartnoma qilib bir-birlariga Zoom orqali mana bunaqa qilib qolishdi. Ana o'sha ham ishlamaydi. O'sha ham ishlamaydi. Nima uchun bilasizmi? Bu yoqdan O'zbekistongacha viza bo'yicha cheklov bo'ldi, boshqa qildi. Qanaqa qilib federal hukumat tomonidan viza cheklovi bo'lsa-da, qanaqadir bir agentlik mavsumiy ishlarga oladi. Bu ham bo'lsa uyushtirilgan. Mana shu Bekzod Musayev tomonidan iltimos bilan bir uyushtirilgan bir departament bilan birorta o'zbek mavsumiy ishga AQShga kelmaydi. Ishoning. Bu ham bo'lsa, ana o'sha yana muhtaram prezidentni va uni komandasidagi oqil insonlarni aldash, bu mug'ombirlik. Buni qilgandan ko'ra yo'lchini Mirza Karimboyga aytgan gapi bor. Bundan ko'ra go'ng titsang bo'lmaydimi? Qari tovuq deydi-yu. Shuning uchun bular shu ishlarni qilib aldagandan ko'ra go'ng titsin, bu biroq foyda bo'ladi. Albatta bu so'zlarim qattiq bo'tishi mumkin, albatta ularga yetib borsa, lekin shu gaplarni gapirishga men majburman bugun. Kunuzda uncha ko'p yomon gap gapirmadimki, bular aqlini yig'ib olsin dedim. Hali u yerda gapirilmagan ancha gaplar bor. Hali chiqadi, hali bu matbuotda chiqadi. Endi albatta chin dildan harakat qilyapsiz mana shu vatanimizga, xalqimizga yordam berishga, hamda o'zingizda Telegram gruppalaringizda ham to'g'ri maslahatlar berib, yo'nalishlar ko'rsatib turibsiz. Katta rahmat. Men o'ylaymanki, endi bu hukumatimiz tarafdan ham bu nimalarga to'g'ri berilsa kerak, endi bu yo'nalishlarga. Endi ko'ramiz. Men lekin albatta davlat rahbarigacha chiqaman bu soha bo'yicha, xudo xolasa niyatim bor. Albatta men birinchidan O'zbekiston vatandoshiman, undan tashqari bitta pasti baland bilan mayli uni qo'yaylik. Keling o'sha bugungi bo'lgan nimani aytadigan bo'lsak, mana bu Azizga, bu blogerga 4 yil 8 oymi koloniya поселение berishibdi. Условный срок berishgan. Endi koloniya 4 yil 2 oy emasmidi? 4 yil 2 oy, 4 yil 2 oy. 4 yilini bilaman, yo oyi 8 oymi 2 oymi aniq bir xabarim yo'q. Berishdi. Endi buni men bir maslahat berardim shu joyda bizni odamlarga. Shu Rossiya shu inson uchun juda ham bir nimada chin yurakdan shuni ozod qilishni so'rayotgan bo'lsa, bizning hukumatimiz almashsin uni. Bizni hozir begunoh qamoqda o'tirgan minglab vatandoshlarimizga buni almashsin. Biz buni qo'yib yuboramiz. 1000 ta O'zbekistonlikni qamoqdan chiqarib bizga jo'natib yuboramiz. Mayli yopiq turma vagonlarida bo'lsa ham deb talab qo'yish kerak, almashish kerak. Yo bo'lmasa butunlay olib ketsin, oilasini, mol-mulkini ham ortib berishsin, shu sotib ortib berishsin, chiqib ketsin o'sha Rossiyasiga. O'sha yoqda borib nima gapirsa gapirib yuraversin, Rossiyani nimasini ko'tarib. Endi bu Aziz daji Rossiyaga ham bormaydi. Chunki buni sababi ko'rdingiz, mana Knyazov, Gurgovinin degan anavi Ukraina bahori, Ukrainada Qrim bahorlarini qilganlar hammasi tirsagini tishlab qoldi. Bular hammasi afsuslandi Rossiyaga qo'shilganiga, Rossiya tarafga turganiga. Bu bola ham aqlli. Hech qachon misol uchun ertaga almashsa, "Yo, men O'zbekistonda yuraver, Rossiyaga bormayman" deydi. Chunki borgandan keyin ittihor bo'ladi. Mana bugunga kelib Rossiya o'sha Ukraina Oliy Radasi deputatlari yo bo'lmasa mana Nyush bo'lardi, u Qrim prokurori bo'lgan, uni laqabi Nyush. O'sha mana bugun hech qayerda yo'q. Hamma narsadan mahrum qilib, orqasiga ikkita tepkini berishgan, hozir yurtda hammasi ittihor. Hammasi yo'q. Hamma narsasini Dnepropetrovskdagi uylarini yo'q, Qrimdagi dachalarni hamma narsasini yo'qotgan. O'sha Ukrainada millioner bo'lgan o'shalar, millioner.
bir million emas, bir necha million dollarlik mulklari bo'lgan. Hammasidan quruq qolib, hozir ularni hammasini yo Mariupolga yo Donetskka qamab qo'ydi, chiqmaydigan qilib, ana u yerda nimaga bir tiyinga zor bo'lyapti. Shuning uchun bular ham bormaydi hech qachon. Bu Rossiyaga bugun dunyo sanksiyalarini ortida qolgan Rossiyaga hech qachon bugun qo'yib yuborsa ham ketmaydi. O'shaning uchun buni almashish kerak. Bu aziz blogerni almashish kerak. Hozir mingta o'zbekistonlikka Sankt-Peterburgda portlashda ayblangan chusli ayol bor edi. Terrorizm bir necha yilga qamalgan. O'sha ayolni ozod qilishsin. Begunoh o'tirgan. Yana bundan tashqari bir necha podstava bilan qamalganlarimiz bor. O'shalarga obmen qilishsin. Bu normal yuridik holat. Bir-birini obmen qilish. U O'zbekistondan chiqib ketish shart emas. Xohlasa olib ketishsin, xohlamasa O'zbekistonda yuraversin. Buni chiqarib yuborish kerak deb obmen qilish kerak. Eng zo'r yo'li. Men misol uchun menda agar bugun huquqim bo'lganda, o'sha Rossiya hukumatiga aytardim, qo'yib yuboramiz, gap yo'q. Mingta o'zbekistonlikka almashaman. Dirdim. Turmada o'tirgan o'zbekistonliklarga. Lekin o'ylaymanki, haqiqatan ham bu yo'nalishlarda endi hukumatimiz o'zi tegishli qarorlarni chiqarib ishlarni olib borsa kerak, albatta. Hukumatga bitta variant, bu ham bo'lsa variant. To'g'ri, albatta. Obidxon, albatta hozir mana Ukraina Rossiya o'rtasida urush ketyapti. Bir paytlar maxsus shunaqangi bir operatsiya deyilardi. Endi ochiqdan ochiq urush deyiladigan bo'ldi. Tan olishdi endi bu narsani. Haqiqatan Rossiyaning o'zi ham katta zararlar ko'ryapti. Ijtimoiy tarmoqlarda rossiyaliklar o'zlari ko'rsatishyapti. Benzin yetishmayotganligi, iqtisod og'irlashib borayotganligini ko'rsatishyapti. Endi biz albatta mana shu urushni tezroq tugash tarafdorimiz. Albatta bu yerda mana bizni o'sha muhojirlarimiz ham urushga jalb qilinganlar bor, har xil yo'llar bilan, balki to'qmatlar bilan, balki aldab, bu qilib urushga nima qilayotganlar bor. Men o'ylaymanki, albatta ular ham o'z vaqtida chiqib vataniga qaytadi degan umiddaman. Endi Rossiyani mana ko'rdingiz, juda ham bular переговорga yaqinlashgan paytida Putin yana teskari to'nini kiyib, mana bukvalni bir kun oldingi gap. Hech qanaqa otash kesim bo'lmaydi, tinchlik kelishuvini biz xohlamaymiz deb chiqdi-da. Ana o'shandan keyin keskin javobdan keyin mana SRO'ni direktori Moskvaga uchib keldi. Ko'rdingiz, Moskvaga uchib bu Pribaltikada to'xtab rasmiyatchilik o'tgandan keyin mana Rossiyaga uchib keldi. Menimcha Pribaltikada viza olgan bo'lsa kerak, Rus elchixonasidan keyin mana uchib keldi. Endi bu natija qanday bo'ladi, nimaga olib boriladi bilmadim. Endi mani bir folbin emasman, mani bir fikrim bugun nima bo'lishini oldindan bir narsani bashorat qilmoqchiman, lekin bashoratchi emasman. Albatta Rus davlati umumiy xuddi bir ulug' vatan urushida bo'lganga o'xshab ommaviy mobilizatsiya e'lon qiladi. Va bular front chizig'iga hamma bugungi boquvda yotgan o'zini begunoh insonlarini front chizig'iga o'sha ukrainlarni dronlariga yem qilib berib, ana o'shandan keyin bular albatta majbur bo'ladi otash kesimga va nimaga kelishishga. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Bundan boshqa narsani ko'rmayapman lekin. Bugun bularga har narsani va'da beryapti. Bugungi chiziqda to'xtaymiz deyapti. Ukraina ma'lum bir miqdorda masalan Yevroittifoqqa, NATOga qo'shilmaslikka ham rozi bo'lyapti. Lekin bunga yana nima kerakligini bilmaymiz. Bu aytyaptiki, Donetsdan chiqib kelsa, Donetsk bor yo'q ikkita shaharchasi qoldi. Kramatorsk bilan yana bir shaharchasi qoldi, xolos, boshqa hech narsa qolmadi. U shaharchani olgani bilan u shaharchada hech narsa yo'q, tursa 4 ta 5 ta dom bor u yerda. Hech qanaqa moyli yo'q, eng boy joylarini egallab bo'ldi-da, ular o'tirmayapti. Chunki haligi nima deydi? O'ladigan ho'kiz boltadan toymas deydi-yu bizda. Shuning uchun ham bular oxiri o'sha o'zini o'zi yeb yakson qilmoqchi. Meni fikrim shu. Va o'zini xalqini qirmoqchi. Lekin Ukrain dronlari ham bugun qarab turmaydi. Bitta Ukrain droni eng kamida 30 ta 40 ta soldatni qirib tashlaydi. Bitta Ukrain droni.
Lekin kuzatuvlarim bo'yicha Rossiyaning ichidagi Rossiyani xalqi ham o'zi ancha qiynalib qolgan. Bular ma'lum bo'lib boryapti. Endi voqealarni kuzatib boraveramiz, ko'ramiz Endi qanday. voqealarni kuzatib boraveramiz, Ziyodulla, kuzatib boraveramiz, boshqa qilib boraveramiz. Lekin biz, misol uchun, ruslar ham bizga begona emas. O'zi Shunaqa. aslida bir necha 140 yil birga yashadik. Undan Hmm. oldin bu Chor Rossiyasi davrida, undan keyin 70 yildan oshiq birga yashadik. Misol uchun e, bu bizani paxta deb o'zbeklarni ezdi. Mayli, uni ham unutib yubordik. Agar Xudo ko'rsatmasin Gidilyan Ivanov o'zbek xalqini boshiga solganini Armaniga, Ozarbayjonga, yo Ukrainaga yoki Moldovanga yo Pribaltikaga solgan bo'lganida, ana o'sha Gidilyan Ivanov bugun tirik bo'lmas edi. Buni albatta qonuni to'lardi Rossiya tomonidan. Biznikilar mayli buni ham kechirishdi. Chunki biz kechirimli xalqmiz. O'zbekistonni bugungi prezidenti ham juda ham kechirimli odam. Agar bilsangiz, Mirziyoyev janoblarini men yaqindan bilaman. Men premyer ministr bo'lganlar juda ham ko'p Kabminga borganman. U kishi so'rashib o'tib ketardilar, shu sekretariatdan chiqib ketayotdik ba'zi paytlarda. Undan tashqari bizning majlislarda qatnashganman. Avvalambor bu juda ham kechirimli odamdi. Ekstremli, misol uchun mendan ham kechirimli odam desam bo'ladi. Menku hech kimni kechirishimni hojati yo'q, o'zim oilamdan boshqa. Boshqani kechirishga menda hojat yo'q. Shunchalik ham kechirimli odamda bu, bilasizmi? Hmm. Chunki bu shuning uchun ham u nima deymiz? Buni ham misol uchun shuning uchun hamma o'ylaydiki, bu o'zbeklar qo'y deb turib kechirib yuboraveradi. Bular qo'y deb o'ylaydi. Shuning uchun Mariya Zaxarovaga o'xshagan zaharxanday insonlarni hech qachon chakaga tinmaydi. Bu birinchi siz bilan gapirishganimiz Mariya Zaxarova bo'yicha birinchisi emas, bilsangiz. Bundan tashqari avvallari ham ko'p gapirgan, oddiy Qo'qonda bo'lgan o'qituvchiga ham aralashgan, yana bir boshqasiga ham aralashgan, bu juda ko'p joylarda aralashgan. Shuning uchun albatta bu insonga siz bilan biz javobini beraveraylik, chetda turib, siz Amerikada turib, men Kanadada turib javobini beraveraylik. Bizga qo'shilar insonlar, albatta. Bu bugungi videoni men o'zim Canadian Live Telegram kanalimda ham qo'yib qo'yaman va YouTube'da ham qo'yib qo'yamiz. Mana ko'p joylarda tarqatsak, agar bizni insonlarimiz bir-biriga tarqatsa, shu Kanada bilan Amerikada turib bular gapiryapti-yu, nima uchun bizni qisib o'tirishimiz kerak deb boshqalar ham gapiradi. Shuning uchun bugun hukumat mana ruxsat berdi. Endi yana bir narsani aytamanki, avval ham aytganman Ziyodulla shu narsani. Ko'pchilik rus kanallarini yopilsin deb, hattoki Makarenko yana o'ris zabonlar ham aytyaptiki, yopilsin deb. Bir narsada qancha taqiq bo'lsa, o'shancha ko'proq odamlar o'sha taqiqlangan narsaga qarab ketadi. Karimov davrida bir paytlar olib tashlangandi rus televideniyalari. Lekin hamma uyiga bitta blok qo'yib olganda, blok orqali ko'raverardi. Uni to'sib bo'lmaydi, chunki Sputnikdan premoy olardi u blok. Buni o'rniga alternativa yaratish kerak. Chunki televizori yoqqaningizda, lekin unga alternativ kanallarni yaratib tashlasin. O'zbekiston 24 chiqib olib, faqatgina nima deydi? Mana yaqinda Pahlavon Sodiq gapirdi-yu, O'zbekiston 24 kanali ikkita bloger ishini qilgan ishini qilmayapti dedi. Misol uchun turib olib jannatdan xabarlar beravergandan ko'ra kontentlarni o'zgartirsin yoki boshqa chet eldagi juda ham ko'p turkiy zabon kanallar bor. Turkiyani juda ko'p kanallarini ulab alternativa yaratib qo'ysin. Odamlar o'zi tanlab ko'raveradi. O'rischani ko'raman degan odam Skylink'ga ulanadi yoki Starlink'ga ulanib turib baribir ko'raveradi. Uni zapret yo'q. Amerikada zapret bormi o'rislarning kanalini ko'rishga? Zapret yo'q. Kanadada bormi? Yo'q. Bemalol Rogers'ga yoki Telas'ga aytsangiz yoki Verizon'ga aytsangiz ulab beradi. Olganingiz ulab beradi. Lekin bizda alternativa bor. Ularga alternativa bor ko'rishga. Shuning uchun biz uni ko'rmay qo'ydik. Mana biz ham oldin kelganimizda uyda keliningiz aytardiki, o'ris kanalining hatto ikkitasini qo'ydirib bering. Yangi yillarni hozir 300 dan ortiq kanal bor, uni xohlaganini ko'radi. Ana shunday qilib yaratib qo'yish kerak. Ana o'shanda ularni odamlar esidan chiqazib yuboradi. Endi rahmat Obidxon, men o'ylaymanki, mana O'zbekiston ancha o'zini yo'lini topdi, boshqa davlatlar bilan aloqalar juda ham kuchayib bormoqda. Mana yalpi ichki mahsulotni o'sishini kuzatyapmiz. Har taraflama sekin-sekin rivojlanib boryapti. Shuning uchun ham ba'zi davlatlar ko'ra olmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin aytmoqchimanki,
O'zbekistonda yashayotgan o'zimizning xalqimiz baribir o'zining vatani uchun birlashishi va bir yoqadan bosh chiqarib baribir harakat qilish kerak o'zini vatani uchun. Agar o'zini vatani uchun harakat qilmasa, boshqa birov kelib biz uchun harakat qilmaydi-ku, to'g'rimi? Endi shu joyda bitta narsani vatandoshlar bilish kerakda. Misol uchun Alloh ham aytgan, sandan harakat, mendan barakat. Bu degani hamma narsani hukumatga tashlab qo'yavermaslik kerakda. Odamlarning o'zi harakat qilish kerak. Agar hukumat tomonidan to'siq bo'lsa, bu to'siqlarni yengib o'tish kerak. Yo ularga nisbatan jazo qiladigan tashkilotlar ham bor. Lekin insonlarning o'zi ham harakat qilish kerak. O'zi ham, mana bizni ham hech qachon masalan shu yerga kelib bir narsa bo'lishimiz uchun, mana shunaqa qilib ofislarda, kreslolarda o'tirishimiz uchun biz Kanada hukumati yaratib bergan emas, o'zimiz yaratganmiz. O'zimiz shuni narsa qilganmiz. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Obidxon, juda yaxshi bir qiziqarli suhbatlar bo'ldi. Katta rahmat. Men o'ylaymanki, bundan keyin ham har xil sohalar bo'yicha suhbat qilib boramiz. Balki tibbiyot bo'yicha suhbat qilarmiz. Dunyoda boshqa bir o'zgarishlar, masalalar bo'yicha muhokamalar qilib boramiz. Bundan keyingi ko'rsatuvlarda shular bo'yicha ham bir xabardor bo'lib borsangiz, endi hamma yo'nalishda kuzatib boryapsiz. O'shaning uchun ko'proq sizni taklif qilyapman. Ham fikrlaringizni ochiq aytasiz. Shuning uchun muhokama qilib suhbatlarimiz qiziqroq bo'ladi. Obidxon, katta rahmat sizga. Fikrlaringiz uchun, doim qiziqarli suhbatlar uchun. Nasib etsa, Rahmat sizga ham. boshqa Mayli, yo'nalishlarda sog' bo'ling. suhbatlashib Salomat boramiz, bo'ling. nasib etsa. Mayli, salomat bo'ling. Hurmatli yurtdoshlar, agarda bugungi suhbatimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta videomizga like bosib obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.